qizlar, hozir sizlarga, ya'ni rubitsli, porali, yuzga o'xot polniy nabor ko'rsataman. Birinchi o'rinda gidrofilka, ya'ni chorun tochka bilan poralarni ichigacha zo'r tozalab beradigan gidrofilka bo'ladi. Gidrofilka yog' bo'lasizlar, yog' sifati bo'ladi. Yog' sifati bo'lgani uchun обязательно penkada yuvish kerak. Penka nima qilib beradi? Gidrofilkani qoldiqlarini polniy tozalab berish uchun. Undan keyin yuzinglarni namlilik balansini norma qilib berish uchun yuz qanchalik nam bo'lsa ham poranglar shunchalik yaxshi qisqarishiga yaxshi yordam beradi. To'g'ri, namlilik balansini norma qilib beradi. Undan keyin ko'plar biladi, buni ishlatganlar byustur bilan mana bunaqa svirtkamiz bor. Buni ikkalasini birgalikda ishlatsangiz вообще zo'r bo'ladi, qizlar, ishoninglar. Byustur vazifasi, ya'ni ishlatayotgan narsalarni 2 barobar kuchini ko'paytirib berish va bu pideren ampulamiz terini o'stirib beradi. Ya'ni terilar qanchalik o'sgani sari poranglar, rubitsillar ya'ni shunchalik qisqaradi. Va bu byustur bilan kechqurun mana bunaqa AC svirtkamizni ham ishlatsangiz вообще zo'r ish bo'ladi. Ya'ni bu svirtka yuzda tortib berishga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Yuzinglar qanchalik tortilgan sari ham poranglar qisqaradi va AC ampulamiz keldi, qizlar. Undan keyin namlantirib, pitательный oziqlantiradigan mana bunaqa kremimiz bo'ladi. Bu krem ham oqartirib beradi, ham namlantirib beradi va oxirida SPFimiz. SPFdan keyin mana bu needle mezachamiz. Mezani ko'p hamma videoda qo'yaman. Nimaga? Chunki bu meza professional meza hisoblanadi. Ajinga ham, o'g'riga ham, poraga ham, komidonga ham, rubitsaga ham вообще zo'r, oqartirishga, даже dog'larga ham zo'r ishlab beradigan needle kremchamiz bo'ladi.